O'rtoqlar, barchalarga salom. Bu YouTube'dagi obzorlarimizdan ikkinchi videolarimiz. Ya'ni hozir hamma yoqda shov-shuv bo'layotgan Redmi Note 15 Pro Plus'ni qisqacha sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni xarid qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'ladi-yu, ichida nima ekan, qanaqa bo'lar ekan, xuddi shunaqa qilib, sodda qilib ko'rsataman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlarni ham qattan bilishingizni aytaman, qattan xarid qilib olishingizni ham ko'rsatib o'taman. Xullas, videoni oxirigacha ko'ringlar. YouTube'dagi mana shu videoni qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Xo'p, hozir sizlar bilan birgalikda bu smartfonni korobka komplektini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ichidan nimalar chiqishini. Xo'p, birinchi navbatda telefonni ochib olamiz. Xo'p, yuqori qismida har doimgidek Redmi'larda o'zini SIM karta joyini ochishi liniyasi chiqadi. Bu yoqda o'zini dokumentlari hamda mana shunaqa o'zini chexoli chiqadi. Dokumentlari bizga kerak emas. Mana chexoliga bitta baho berasizlar. Oldin prozrachniy chiqardim. Adashmasam, Note 13-seriyadan yoki 14-seriyadan mana shunaqa qora chexol qiladigan qilishgan. Ya'ni ichida prozrachniy emas, mana shunaqa qora chexol chiqadi. Endi bu chexolni bemalol 3-4 oy yoki 1 yilgacha ishlatsangiz bo'ladi. Keyin eskirgandan keyin yangisiga alishtirib olasiz. Bunisi yaxshi lekin. Xo'p, telefonni jigarrang rangini olishinglarni tavsiya qilaman. Mana qaranglar, jigarrang rangini haqiqatan o'ziga jalb qiladigan bo'lgan. Kamerasi 200 megapiksel, akkumulyatori 6500 mAh 100 wattda quvvatlanadi. Mana dizaynni ko'rishingiz mumkin. Mana bu eko kojadan qilingan. Xo'p, yon qismlari qattiq metalga o'xshayapti. O'zida 200 megapiksellik kamerasi o'rnatilgan hamda eng zo'r tarafi IP68 bilan himoyalangan. Ya'ni suvga va changga o'ta chidamkor. Endi ekranni ko'radigan bo'lsak, ekran nittiga e'tibor qaratamiz. Mana oxirigacha ko'taraman. Mana yorqinligini ko'rishingiz mumkin. Mana tiniq sifatiga bitta mana shu joyda like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Xullas, ko'pchilik hozir o'ylanib qolayotgandir xarid qilishga. Mana sizlarga mana batafsil ko'rsatib beraman. Rasm sifatini ko'rishingiz mumkin mana. O'zgarishlar katta. Redmi'ning eskiroq seriyasi bilan bitta solishtirib ko'rsanglar, ancha farqlanib turadi. Xo'p, videoga o'tadigan bo'lsak, 4K 30 FPS. Xo'p, agar 1080 da 60 FPS da olsanglar bo'lar ekan. Lekin mana stabilizatorga baho beramiz, 4K ga qo'yib Redmi'ning ancha boshqa modellaridan o'zgargan sifati. Xo'p, o'rtoqlar, yana hozir telefonni test qilamiz. Endi entigini ko'rib olsak, mana zaryadka shart emas, Redmi'da bilasizlar, 100 wattli o'zini golovkasi chiqadi. Bu yoqda Type-C kabeli. Endi mana telefonga yana qaytamiz. Xo'p, kolonkasi yuqori va pastda joylashgan, ya'ni Dolby Atmos bo'ladi polniy. Endi detalli kamerasini sizlarga ko'rsataman, qarang. Kamerasi bitta, ikkita, 3 ta. Mana bu joyni ham ko'pchilik kamera deb o'ylayapti. Yo'q, lekin bu yerda kamera emas, spishkasi o'rnatilgan. Endi qaranglar, mana где-то 1 metrdan tashab ko'raman, ekranni tushishini ko'rasizlar. Mana ekranda hech qanaqa zarar yetishlar yo'q, chunki buni ekrani o'rtoqlar Corning Gorilla Glass Victus 2 o'rnatilgan. Xullas, uncha-muncha og'irligiga bardosh beradi bu smartfon. Men nima demoqchiman? Hozir sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tdim. Agar mana shu video yoqadigan bo'lsa, yana ham to'liq videosini chiqaramiz. Instagramda mana shu telefonni qorda obzor qilgan videomiz bor. Hojiakbar Mo'minov Instagramga o'tib, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Telefon menga juda ham yoqdi. 10 dan 8 ball berardim bu telefonga. Juda ham zo'r. Bu smartfonni hozirgi narxlarini mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olsanglar bo'ladi. Naqd yoki muddatli to'lovga ham Open Shopdan xarid qilib olasizlar. Bemalol. Xullas, telefonga gap yo'q. Redmi segmentidagi, xullas lineykasidagi eng kuchli flagman smartfonlarga yaqinroq kuch beradigan oddiy telefon bo'pti.